Selamünaleyküm kardeşler. Ben bugün bir iş doğruluk sizlerge uçuqlığını berimen. Aval aldığımızda kelivatkan heytinlağı mübarek olsun. Anandakin ötküzgen Ramazanlarınlarda tilegen bağırlık tileklerinle icabet olsun. Allah hemmenlardan razı olsun. Vatandaki halkımızga, musafir kardeşlerimizge Allah azatlık versin. Hem hatırcanlık versin. Hemmenlarının tilekleri ballarınla bilen, ailenla bilen, murad-ı məqsıdınlara heytinlar. Rahmet sizlerge. Kardeşlerim, bugün ben bir narsa uçuqlığını berimen kaldım. Ben fakat cevap vermey. Meni tillab şöhret tep baladıganlar tepi varsın. Menin halkım bolgandaki lagırda kırılıp ölüp kesim ketediken men zadi cevap vermey. Men hiç narsaga halkımni ağırtmay. Meni tillab 5-tengi 4-tengi Xitaydan pul tep xeşlewatganlar bar. Meyli şu pulni tep xeşlep jinini beqib varsın. Meni mana töhmet çaplaş arkalık. Meni bütün dünyada sazayı kılış arkalık özünü bir kötürüp halkının aldıdı ben mındak edem. Ben mındak Uygur halkının tarihi bir inkılapçısını Uygur halkının bütün ömür bedel төлеген Rabia Kadir'dek bütün halk anam degen bir ayağını ben mındak tılır eteleymen. Ben mındak hakaret deyaleymen. Ben mındak gap kılalaymen dep çıkıp atkallarının hemmisini. Meni her ne dep köngünü hoş kılsa o menin halkım cevap vermey degen edim. Bırak bütün meyli Orta Asya'dan bolsun, meyli Avrupa'dan bolsun, meyli Türkiye'den bolsun. Nim için cevap vermeysiz? Halkın ko'ngliga nemish mundaq tushun qora tushgan gaplarni qoldirsiz. Siz bir ona, siz bir lider, siz bizning jangchimiz, siz pak bo'lishingiz kerak. Sizdek pak bo'lish uchun sizdek onamizdan buningga chiqib dadil javob berish kerak degan taklif %70%ga bordi. Axir bo'lmay men bugun javob berishga chiqdim. Qarindoshlar, nimaga javob beraman degan vaqtida yaqinda Kanadadan, Arabistondan chiqib bu hujjatni taqtib Rabia Qadir Boburga bir parcha men bilan mening orlig'imda Xitoy bilan mang deb mush hujjatni yezib bergan deb bu hujjat orqali Rabia Qadir jasus Boburni o'ziga vakil qilgan deb meni jasus chiqarmoqchi bo'layotganlar bor. Qarindoshlarım. Uningga xalq unimaydi. Uningga yaratgan Alloh unimaydi. Uningga koinot Sharqiy Turkiston tavrab ketadi, unimaydi. Bütün şiitlarning ruhi o'rnida qo'pib yig'lab ketadi, unimaydi. Bu yerda adolat bor. Bu yerda haqiqat bor. Bu yerda Rabia Qadirning 52 yildan beri Sharqiy Turkistonni ozod qilish uchun qilgan kurashlari bor. Rabia Qadirning erining turmida 10 yil yetib balaları talada açlıktan ölüp ketken tarih var. Rabia Qadirning balalarının tuqqanlarının turmida 21 yıldan beri yatkan, özünün yatkan vatanning içi tishida Xalq Partisi, Xalq Hükümeti, Qizil Batalyon, maxfiy tashkilotlarning ichida bugun emas, chet elga chiqib bugun emas, chet elga chiqib bugun qilayotgan da'vo emas, 52 yildan beri bütün şiitler bilen ötkazgan suhbati var. Şunun için bununla hiç kim beni onda çıkış bulmaydı. Çünkü bunun da İngilizce yazılgan. Rabia Qadir İngilizce yazamaydı. Rabia Qadir'nin elektronlu kolu koyulgan. Bu kağıt xuddi Rabia Qadir'nin paypak setip atқан vaqtida bir adamdan paypak alsa yazıp bir daha vücuduga o'xshash yazılıptı. Rabia Qadir ikki davlat suhbatiga bunda qog'oz yazmaydi. Lekin men bu qog'ozni üstümge alaman. Mening isim de yok. 2008. Yazgan bolsam men yazdım deb üstümge alaman. Yazmagan bolsam men buningga ba'iga chiqaman. Balkim men ma'qul mushuni yezinglar degan bo'lishim mumkin. Nima uchun yezinglar deyman deganda Bobur apandimni Shvetsiyadagi Dilshod Rashid, Dolqin Aysa, Farhod Yo'rinqashlar yig'inga akapti ekan. Mana Rabia Hanım bunlar çok seviyelik adam. Xotan şehirlik başı olupken, hükümet işlerini qıtken bu adam Uygur için hizmet qilgisi varken dedi. O adam bilan söhbet ötkazdim. Söhbetlashgan vaqtimda Xitoy hükümeti meni mush Uygurlar bilan söhbet ötkazsak, Rabia Hanım bunu desem, dedi degan vaqtida men hamma gapini anglab, agar Xitoy hükümeti söhbet ötkazaman desa, men Dünya Uygur Qurultiyining nomida bir necha 10 odamni tashkillab bu grupni tayinlayman. Men söhbet ötkazishga tayyor deganim rost. Şunun için bu xatni men bo'ynimga olaman. Bu xatda nima yozilibdi? Nima uchun bo'ynimga olaman deganda, xatga yozilgani Xitoy hukumati suhbat o'tkazaman debdi. Men bunga qiziqdim. Xitoy hukumati bilan men suhbat o'tkazishga tayyor. Lekin Xitoy hukumati bilan o'tkazgan bu suhbatim cho'qim Washingtonda bo'ladi.
deb yezibdiman. Sebep men bu yerde sohbetga cevap vermedim. Qaytib kelip olim seytip Ömer Kalatlarını elip bularga deb men Tashqi ishlar ministriga berib, Tashqi ishlar ministriga bu ishni xabar qildim. Mushunda Xitoy hukumatı ma'lum odamlarga desam, suhbat o'tkazman debdi u. Desam, suhbat o'tkazman degan bo'lsa, bu yaxshi gap. Suhbat o'tkazudi. Har qanday narsa suhbat hal bo'ldi dedi. Shuning bilan men qaytib kelib, balkim birsiga bu hujjatni yezinglar, bir xat yezinglar degan bo'lishi mumkin. Shunga birsi yezib, elektronlik qo'limni qo'yib bergan bo'lishi mumkin. Bu hech qanday xato gap emas. Men suhbat o'tkazaman dunyo qultining nomidan degan gap. Hozirmi mening shunda Xitoy hukumatini suhbat o'tkazish huquqim bor. Salaytim bor. Xitoyning ichida ishlagan vaqtida men Xitoy parlament a'zosi va ma'un rais darajalik o'rnim bor edi. Ma'un rais bo'lmagan bo'lsam, men shuning uchun bo'lsin va men dunyo ayollar qurultayiga qatnashgan nihoyat cho'ng o'rinlarim bor edi. Shunga men hukumat xodimi bo'lish suhbatim bilan kechib chiqqan, hukumat xodimi bo'lish suhbatim bilan turmudan ochiqqan arbab bo'lganligim uchun Amerika hukumati men Xitoy hukumatiga yakma-yak suhbatga kelish va cho'ng ishlarda suhbat va ba'zi bir muzokaralarni hukm qilish huquqim bor. Buni birinchi Alloh berdi, onamdan qolsa xalqim o'zi mening liderim, menga onamiz deb bergan. Shuning uchun men bu suhbat deganni hech qachon xato, hech qachon Boburni ishpiyon degan odamga bu ishni qildim deb o'ylamayman. Chunki u vaqtda, u bolalar menga tanishtirgan vaqtda Boburni Shvetsiya hukumati hech qachon ishpiyon demagan. Bu odatdagi bir Uyg'ur bir ziyoli edi. Shunga bu Bobur apandimmi Uyg'ur bilan Xitoy hukumati suhbat kelib qolsa bir yaxshiroq ish ulamiki deb degan bo'lishi mumkin. U bir Uyg'ur qinida to'mirdi, qinida Uyg'urning qini qilayotgan. Shunga men ularni tanishtirganlarni bir qora odam ya tanishtirganlar yomon niyat bilan tanishtirdi deb aytlayman. Chunki ular bilmaydi. Shu vaqadan bir yil keyinmi, qancha oy keyinmi Shvetsiya hukumati buni mushta ishpiyon deb e'lon qildi, mushta gap bo'ldi dedi. Aniqlab Shvetsiya hukumatidan keldi, qonundan keldi. Men bo'g'a vaqani aynan deb berdim, ketdi. Qarindoshlar bo'g'a vaqa mana shu. Suhbat degan hech qachon men yezib bergan bo'lsam yomon gap emas. Suhbatda vatanimizni bekolab ber degan gap chiqdi. Sen besib olgan zimindan chekinib chiqitman degandan chekin degan gap chiqdi. O'lim jazosini to'xtat degan har xil narsada suhbat o'tkazamiz. Kelishalisak borliqqa keldi, kelishamisak xalqaroning oldida dunyo Uyg'ur qulti bilan yoki Robiya Qodir bilan Xitoy hukumati suhbat kelishilmabdi degan gap chiqsimi, xalqaroning oldida bizning mustaqil bir davlatning egasi ekanligimiz isbotlanadi. Shuning uchun bu suhbat degan narsa hozir ham bo'lsa men suhbatga kelma, ham qo'shilma Xitoy hukumatini men suhbatga yana chaqiraman.